Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga elektronli mashinachalarimiz, 3 qo'ldirli trisikillarimiz, motorollarimiz, tomli, tomsiz variantlarini ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib borsalaring, birma-bir ma'lumotini hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi mashinamizdan boshlaymiz. Holatini old-orqa tomon ko'rsatib o'taman. Tormozlari GTX'li bo'ladi, sakadiskali. Faralari ledli bo'ladi, luklari qo'yilgan. Saloni. Mashina ruli ham yengil bo'ladi, gaz tormozi oyoqda. Akkumulyatorni ham ko'rsatib o'tay. Litiumli akkumulyator bo'ladi. 100 km bemalol harakatlanadi. Shumkalariga chiqilingan. Oyoqdagi poli, eshiklari shumka qilingan bo'ladi. Zadniy kameralar pechkalarigacha bor. Saloniga 4 kishi bemalol sig'ib ketsa bo'ladi. Saloni yuklarigacha qo'yilgan. Zaryad chetdan zaryad qilinadi. 220 da o'zimizda oddiy razvedkada to'ladi. Sotuvda ikki xil rangi bor. Buni narxini $2100 deyapmiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Garantiyalarigacha bor. 1 tonnali 500 kiloli motorollarimizni ham hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. 500 kiloli motorolimiz eng arzon chiqadigani $800. 6 ta 52 li akkumulyator qo'yilgan. Miga motori 1000 li bo'ladi. Ikki xil rangi sotuvda bor. Tomli motorollarimiz eng hadava ketib turgani akkumulyator miga motori eng kattasidan qo'yilgan bo'ladi. Bir qarich bortiga qo'shilgan buni, balonlari palovuzli bo'ladi, tegalari ham qo'yilgan. Buni narxini 1200 vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. GTX tormoz qo'yilgan, kaska jilet, damkirat, hamma yo'g'i juda komplekt qo'shib beramiz. Buni narxini 1150, akkumulyatori 58 lidan 6 ta qo'yilgan bo'ladi. Borti bir qarich pastroq. Miga motori 1800. Buni narxini 1150 vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan. Ikki xil rangi sotuvda bor. Qora bilan mokriy rangi eng hadava ketib turgani. Bu ham ancha baquvvat qilib ishlangan, resor amortizatorlari 4 tadan bo'ladi. 1 tonnali ochiq motorollarimiz ham, elektronli labolarimiz ham video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. 1 tonnali motorollarimizni oldi dugasi katta varianti. Buni narxini 1050 kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Elektronli labomizni ham ko'rsatib o'taman. Ikki xil rangi sotuvda bor. Oq bilan mokriy rangi. Borti 180 ga 130 bo'ladi. Shu 1 tonna deyiladi, 700 kilo, 800 kilo yukni bemalol tortadi. Zapaska balonlarigacha qo'yilgan. Palovuzli bo'ladi. Eshiklari shumka qilingan. To'rala baloniga ham GTX tormoz qo'yilgan bo'ladi. Luklari, bagajlari bor. Bu ham mashina rollik, yurishi ancha yumshoq bo'ladi. Pechkalarigacha qo'yilgan, zadniy kameralari bor. Buni ham oyoqdagi eshiklari shumka qilingan bo'ladi. Pastki qismida sandig'i ham bor. Narsalar bemalol solib yursa bo'ladi. Salomlar. Zapaska balonlarigacha bor. Narxini $2000. Telefon qilsalaring kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kabinali 1 tonnali motorollarimizni ham hozir ko'rsatib o'taman. Bizdagi hamma akkumulyatorlar Xitoy akkumulyatori bo'ladi, O'zbekiston akkumulyatori emas, garantiyalarigacha beramiz. 1 tonnali kabinali motorolimiz. Borti 180 ga 130, zapaska balonlarigacha bor. 6 ta akkumulyatorli, miga motori 1800 bo'ladi. 4 ta resor, 4 ta amortizator qo'yilgan. Saloni mana mashinaga o'xshab, bu ham birga bir qilib salonni ishlab chiqarilgan mana. Gaz tormozi oyog'ida, panejniylarigacha bor. Buni narxini $1200 kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Ochiq motorollarimizni litiumli akkumulyator so'ragan akalarimizga mana 1 tonnali litiumli akkumulyator qo'yilgan motorolimiz. Buni narxini 1130 vodiy bo'ylab dastlabkasi ekan qilib beramiz. Bitta zaryad bilan 70-80 km harakatlanadi. 1 tonna yuk oladi. 1 tonnalikda narx arzonroq chiqadigan, ammo GTX tormoz qo'yilgan variant. Buni narxi $1080. Borti bir qarich qo'shilgan bo'ladi. 6 ta 68 li akkumulyator qo'yilgan. Bulvar firmasidan oldi ham arqa ham GTX tormozli motorolimiz. Buni narxi 1150 vodiy bo'ylab qilib beramiz. Oldi ham, orqasi ham GTX tormoz bo'ladi. Akkumulyator 70 likdan 6 ta qo'yilgan bo'ladi.
150 tritsikllarimiz 250 kilo yuk oladi. Ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladi. Mana shu yerda turgan hammasi bir xil. Jidkis tormozligi bor. Ikki xil modellar bor ekan bu yerda. Oddiy temir diskka, kalotka tormozli, oynaga kaskasi yo'q varianti bor. Buning narxi $650. Oynaklari kaska jilet qo'yilgan 8 diskali jidkis tormozli variantimiz bor. Buning narxi $680. Garantiyalarigacha bor. Qulay tomoni yosh kattalar mana shu yerdan chiqsa bo'ladi, eshiklari ochiladi. Akkumulyatorlar yilning yangisidan qo'yilgan bo'ladi. Xitoy akkumulyator garantiya beramiz. Ham qo'lda ham tormozi bor buni. Mokra rangi ham, qora rangi ham hadovoy ketib turgani hozirga. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda yetkazib beramiz. 1 tonnali kabinali ochiq pol kabina hammasidan bir elektronli lavbomiz. Turbaloli 4 kishilik mashinamizdan ham bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda yetkazib beramiz. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilsalaring batafsil hamma yo'g'ini tushuntirib o'taman.